Hammaga salom, obunachilar. Sizlar bilan men o'sha Zuko. Men endi Minecraft o'ynayotgandim kompyuterda. Endi o'chirib qo'ydim. Fermadagi ishlarni qilish kerak. Izolagan ekan. Xullas fermadagi ishlarni qilishimiz kerak. Qani u matekan yerga bermagansan bo'ldi. Kech payt charchab kech turib o'zi stop yo'q qo'ydi. Wow, what the fuck? Nimcha ko'p. Voy, ho. Yo'q. Shuncha degan bak qanaqadir bak. Oho, nimcha ko'p bular. Salom qishloqqa. Nima bo'ldi bu yerda? Hammanglar mana shu mashinalarning oldiga kelyapsizlar. Bu yerda o'ta arzon mashinalar sotyapti. Xohlasam o'zim so'raman. Mashinalarni ko'rib ham. Yaxshi. Buncha mashina chiroylilar. Birinchi ko'rib chiqamiz narxiga qarab. Wow. Stop bag bo'lyapti. Mana, wow. Yo'q, musakmi? What the fuck? Men ham plastigimda ozmoz pul bor. Agar shu pulimga yarasha mashina bo'lganda tanlasam hammasi zo'r mashinalardan ekan. Zo'r-ku. Wow. Tepasi ochiq ekan. Wow, zumrad. Olmosdan, oltindan, qoch. Wow, hozir ko'ramiz. What the? Oldinga, unga va qo'yib qo'yamiz. Ingani uchun endi obunachilar so'raymiz narxini. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizmisiz? Yana mashinalaringiz narxini so'ramoqchi edim. Qanchadan mashinalaringiz? Hammasi 500 dollardan. Hamma mashinami? Yo'q, bitta mashina 500 dollardan. Bo'pti. O'ta arzon ekan obunachilar. Mana shuning uchun bular ana shunaqa to'qiyapti hozir. Biz ham qo'shilamiz qatoriga. O'ta qisildirib. Endi bu yoqqa o'tamiz va ulardan qatoriga qo'shilamiz. Qani? Ketdik. Endi mana nimaga? Obunachilar, mana navbat keldi. Endi biz ham mashina sotib olamiz. Yana bir bora salom. 500 dollar dedingizmi? Bir dona mashinani? 500 dollar dedim. Endi mana kartamni oling, yechib oling. Oling. Menga yo'qqa mashina yo'q. Menga bitta mashina yo'qdi. U ham bo'lsa Mustang. Hozir olamiz va plastikni olib ketamiz. Va endi bunoni minib uyga ketamiz. Bospel. Ketdik. Undan qirib olmasak bo'ldi obunachilar. O'zi endigina oldik hali. 1 soat ham bo'lmadi. 2 minut bo'ldi. 2 minut ham bo'lmadi. Endi mashinani qirib olmasak bo'ldi. Va ketdik obunachilar. Endi yuramiz. Plastikni olaylik to'g'ri. Bering. Rahmat. Endi mashinani olib ketdik. Ketaylik degan. Nash oralardan sig'am ekan qani? O sig'ar ekan kakras. Endi obunachilar, agarda sizlarga modlar kerak bo'lsa, mashina, har xil boshqa mashinalar modlar kerak bo'lsa, mendan yuklab olinglar. Uramiz. Hoppa. Qirib olyapman. Bak, endi sal orqaroqqa. Va bo'ldi. Toshni sig'di mashina ham u qaraylar. 1 santimetr men eshaydi joy. Endi kamera bor. Endi ketdik, yotib uxlaymiz. Ertaga shaharga borib qandoshlarimga maqtanib kelaman.
Uxladi. Mana endi bittasi mashinani oldi, mashinani sekin o'g'irlaymiz. Endi mashinani mayada tik. Bir bola bo'lyapti, bag qanaqadir bag ana. Endi uni yoqasiz. Bo'ldi, endi hech kim mashinani olib ketganini bilmasligi kerak. Mana obunachilar ko'ringlar, bu rosa uzoq nima qilib turib qochib ketyapti. Kiyimlarini ko'rinmas qilib qochib ketdi. Obunachilar, ana ko'rdinglar o'zinglar videoda. Endi ularni o'ldiramiz. Kecha paytda mashina o'g'irlash qanaqa bo'lishini. Miyasiga qo'yib qoldi uni. Şimdi meni olib o'ldirib ketdi shekilli. Obunachilar, endi bu mashinalar hammasi bizniki, mana shiltaniki emas. Oxirgi tanishini olib qolamiz. Yovuzman. Qaranglar, mashinalarni ba'zilar sotishga harakat qilibdi. Mana nimasini farasini uzib olibdi. Mo'yam uzib olibdi. Bo'pti, obunachilar, sizlarga mod kerak bo'lsa, Stop. Bilaman siz hozir mani kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Mani maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz mani maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videongizga like bosing va bu tezroq videolar tushishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim. Zuko Telegram va YouTube kanaliga obuna bo'linglar.